Selam dostlar. Men sizni sog'indim, kutdim. Sizni kuta tomog'im ochib bitdi. Hozir abimning tamli bukkanlari bo'lsami? Siz qamir rizqlari yaratasizmi? Yaratasin? Shabit bu. Olay bo'lg'ach ayda tezroq kuran tusli plastilin ol. Bugun biz bukkan pishiramiz. Durusragi avvallarmiz. Anlari plastilindan yasarga o'rangach, abiga ham aniga yordam etarmiz. Boshda oqsul kuran tusini olamiz. Bu akiyatdagi yumri ikmakka o'xshab qoldi. Men abidan da ketdim, men boboydan da ketdim deb jirlab yuriydi bitala. Mana shoyam plastilindan ketolmas. Plastilindan shorshiqlar avvalimiz. Mansa zo'rroq bo'lsin, barlig'i 4 shorshiq bo'lirga tegish. Amana mansin, hozir ishga jigik. Yassi qamir yasaymiz. Mana shulay. Benim qamir bosqanda jirlaydi hali. Sizning anilaringizda shulay barliq ishlarni ishlaganda jirlab ishlaymi? Alay ko'ngilliroq ham tezroqda. Mana shunday qamir kelib chiqdi. Quyoshga o'xshagan. Shulaymi? Quyosh bizga gil kerak. Ul ozgina yilmayib qarasa da kayflar ko'tariladi. Ya, olg'a toban ishlaymiz. Qo'ysiz bila. Aydagiz, tag'in bir yassi qamir yasaymiz. Qamir degandan qamir bosqanda har kishi o'zincha ishlaydi. Kimdir shupra bilan bosa, kimdir shuprasiz. Siz nega qamir yaratasiz? Ham nindi ishlikni iklimi yoki jimishlanimi? Amin bilasiz bir narsa yaratam. Ish pishmoq. Bu krem plastilindan hech cheksiz ish pishmoq pishirishga kerak. Qamirni aybatlab bosamiz, mana shulay. Afarin. Biz yasay turgan ish pishmoqlar tilsimli bo'lacak. Chunki ular plastilindan. Mana shulay qilib avvalawni davom etamiz. Ish pishmoqlarni kim o'ylab topganini bilasizmi? Aligi tamli qamir rizig'in turkiy xalqlar hazırlay boshlagan. Shulay etib ular uzoq to'xtalish vaqtida to'qlanganlar, ochliqdan saqlanib qolganlar. Aydagiz bizda ishlikni to'tirib, qiri-qirilarini bo'gib qo'yib, barmoqlar bilan tuzatkalab, motorlab tutashtiramiz. Lekin o'rtada zo'r bo'lmagan shiqir yasab qo'yargan unutmag'iz. Bulay etib ishlagach, qamir ishindagi shulpa tashqi yoqqa toshib chiqmayacak. Bu tamli shulpa ot yoki baran eti, baranga so'g'on qo'shilg'ashiga ham bik to'qliqli bo'la. Mana shulay turkiy xalqdan ko'chib qolgan ulush pishmoq. Sinabimizni sinab qarayqalim. Ishlarini ratlarga kerak ekan shab. Hozir krem plastilindan boshqa shorshiq avvalab, uni yasaytib yasaymiz. Nechta o'ylaysiz? Bundan narsa avvalarimiz ekan. Bu ulush bo'lacak. Ellik üstel ortundagi it taratuvchini ulashuvchi deganlar. Mana shundan boshlanganda endi aligi tamli rizqning tarixi. Tatar xalqining rizqlarida itni bir necha turli etib beradilar. To'la kesakdan olib turalganına qadar. Ulush tipqay vaqt pirog, ikkinchi oshni datilar. Biz qamir rizqin bukkan avvallarimiz. Ulush uchun bu plastilingga yetmas. Şuna ko'ra aligi plastilinga qaraganda kichkinaroq bo'lgan plastilinni olamiz. Ondan yuqorina yassi qamir avvalimiz. Hozir uskilishini qo'yamiz-da, negiz bilan tutashtirib, buklab chiqamiz. Yaxshilab qisarga kerak. Teshik o'rinlari qolmasin. Biyik tamliga o'xshagan. Mana shulay. Shin ish pishmoq deyarsin. Bo'ldi. Shikaraga olib qo'yamiz. Yanadan qamir rizig'ini avvalimiz. Bu qamir ishligini ko'bisincha baranga solalar. Mening tomog'im to'ymadi. Shunga ko'ra biz aning ishine de it solirmiz. Mana shulay avvalimiz. Ham qamirga qo'yamiz. Bo'ldi. Qolgan oqsul krem plastilindan bu ishni yaratamiz. Bu qamirning ishligini solg'ash, ikkinchi yog'i bilan qoplab qo'yalar. Ham tishqi ulushin eritilgan ham qaynatilgan sut bilan silaylar. Bigraklarda tamlaydi. Mana shulay. Ya do'stlarim, siz yetishasizmi? Bek yaxshi. Bek motor kelib chiqaymi?
Шулай. Шын өлешке оқшый. Болды. Буйшыкларны тәгәрәткәч, аларны яссы итәбез. Менә шулай. Бер ягына салабыз, икенчесен каплыйбыз. Камырдан ишлек агып чыкмасын өчен кырыйларын кыскалап чыгабыз. Бик яхшылап ашыгына эшләргә кирәк. Шын камырга охшадаймы, дусларым? Бигрәк тәмле күренәләр. Дуслар, сез әфәриннәр. Булай булгач, әбиегезгә һәм әниегезгә камыр ризыгы пешергәндә булыша алачаксыз инде. Безнең инде 3 камыр ризыгы әзер дияргә була. Biz sizning bilan shin pishikchilar. Mansında rətlab qoyğalı menə şulay etdirib. Eliş. Hem bükkan. Bizning tәмле ризыкларыбыз әзер. Бүгенгә шулар иде. Әмин сезнең белән сау буллашам, дусларым. Киләсе очрашуларга кадәр. Хәзергә хуш-хуш шаян дустым.